Yurtimizning barcha manzillarida bo'lgani kabi shahrimizning Zargarlik mahallasida ham Navro'zi olam bayrami ko'tarinki ruhda nishonlandi. Mazkur bayram tadbirida nuroniylar duosi, ota-onalar mehri va yoshlar shijoati bir nuqtada jam bo'ldi. Mahalla ahli uchun tashkil etilgan ushbu uchrashuv avlodlar davomiyligi va qadriyatlar uyg'unligining yorqin ifodasiga aylandi. Dastlab tadbirni ochib berish uchun so'z Jizzax shahar hokimi o'rinbosari Suyun Silliyevga berildi. U o'z nutqida bu kabi bayram tadbirlari jamiyatda birdamlikni mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz davomiyligini ta'minlash va yosh avlod ongu shuuriga milliy urf-odatlarimizni singdirishda Navro'zi olam shodiyonalarining o'rni alohida ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, mahalla yettiligi tomonidan amalga oshirilgan tashkiliy ishlarni e'tirof etib, barcha yig'ilganlarni samimiy muborakbod etdi. Shu kuni mahalla hududi haqiqiy bayram maydoniga aylandi. Bayram tadbirida maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan milliy ruhdagi qo'l mehnati mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etilib, ularning ijodiy ishlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. San'at ustalari va faxriy mehmonlarning tashrifi esa tadbirga yanada fayz bag'ishladi. Mahalla nuroniylari ham so'zga chiqib, barcha mahalla ahlini bayram bilan qizg'in muborakbod etdilar. Shundan so'ng badiiy chiqishlar navbati yosh iste'dodlarga berildi. Maydon kuy va qo'shiqlarga, milliy raqslarga to'ldi. Maktab o'quvchilari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, raqslar hamda sport maktabi o'quvchilarining chiqishlari tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayniqsa jajji qizaloqlarning samimiy raqslari barchaning qalbidan joy oldi. Tadbir yakunida esa e'tirof egalari ham e'tibordan chetda qolmadi. Mahalla raisi tomonidan faol va tashabbuskor fuqarolar tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. Shundan so'ng yig'ilganlarga milliy taomimiz osh tortildi. Davra yanada fayzli suhbatlarga ulanib ketdi. Shunday kunlarga yetkazib, mana xalqimiz bilan birgalikda Navro'z bayramini o'tkazdik. Mahalladoshlarimizga minnatdor. Mahallamiz mana 80-yilda tashkil topgan bo'lsa, shu 80-yildan beri ko'p qavatli uylarni qaralmay kelayotganda shu prezidentimizni tashabbuslari bilan mana mahallamizda ko'p qavatli uylarni ta'mirlash ishlari bo'ldi. Faoliyatni yurgizayotgan faollarimiz bor. Shularga ancha mana faxriy yorliq bilan tabrikladik ularni. Mana shu faxriy yorliqlar olgan mana shu fuqarolarimiz yanada yelkadosh bo'lib bizlar bilan birgalikda mana shu mahallamizni obodonligi uchun, yashilligi uchun, mana shu ko'rkamligi uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilamiz. Mana o'lkamiz bo'ylab Navro'zi olam kezib yurmoqda. Mana bugun Jizzaximizning qoq markazida bo'lgan shunday chiroyli Zargarlik mahallasida ham Navro'z shukuhlari davom etmoqda. Albatta tinch yurtda, osmonimiz safo yurtda mana shunday bayramlar yarashadi. Mana daraxtlarni qarang, gullarni qarang, yasharib ketyapti. Bizlar ham yasharib ketyapmiz ularni ko'rib. Ana shunday bayram shukuhlari har doim davom etaversin. Aytmoqchimanki, biz mana shunday yurtimizni tinchligi uchun, osmonimizni musafoligi uchun shukronalik ruhi bilan yashashimiz kerak. Oilalarning tinchligini, mahallalarning mustahkam bo'lishini, joylarda hammaga tinchlik, omonlik bo'lishini tarafdorimiz. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Mana shunday bayramlar davom etaversin. Bir so'z bilan aytganda, Zargarlik mahallasida o'tkazilgan Navro'z sayli aholi o'rtasida mehr-oqibat va hamjihatlik rishtalarini bog'lovchi ko'prik vazifasini o'tadi.